Men Olimboyeva Sadoqat, Xorazm viloyatidan keldim. 14 yoshdaman. Men an'anaviy ijrochilik bo'limiga qatnashaman. Bugun aytadigan asarim Talqin Rost, Xorazm Rost maqomidan. 10-15 yosh toifasida qatnashaman. Men Urganch tumanidagi maqom maktabda o'qiyman. Ustozim Ochilbek Matchonov, Xurshida O'runova, Hurmatbek Sobirov. Oilamda 4 kishi yashaymiz. Dadam san'atkorlar, ular ham an'anaviy ijrochilikda kuylashadi. Men ham ulardan o'rganganman. Oilamizda dadam har doim ashulalar aytib beradi. Ularga qo'shilib men ham kuylayman. Qarindoshlarimizda bir bazmlar bo'lganda ikkalamiz kuylaymiz. Meni birinchi ustozim dadam bo'ladilar. Ular bilan men ham borib ashula aytaman. Men 5-sinfligimda maqom yo'nalishiga qiziqishim boshlagan. Dadam an'anaviy ijrochilik bo'limidan qo'shiqlar o'rgatgan. Menga ustozlarim bugungi kunda Talqin Rost, Faryod Rost, Xorazm Rost maqomlaridan, Shosh maqomdan qo'shiqlar o'rgatishadi. Men eng birinchi o'rgangan asarim Noz etma. Dil bog'idan bir gul uzdim, ol yor noz etma, noz etma. Dil bog'idan bir gul uzdim, ol yor noz etma, noz etma. Olarsan deb men ko'z tikdim, dildor noz etma, noz etma. Olarsan deb men ko'z tikdim, dildor noz etma, noz etma. Qiyin, lekin o'rganib ketganmiz. Ustozlarimiz yaxshi o'rgatishadi. Birinchi bo'lib imtihonda ustozlarimizga, direktorimizga kuylab berganman. Ular yaxshi baholashgan. Men Xorazm Rost maqomidan hozir Talqin Rost, Faryod Rost asarlarini o'rganyapman. Men yangi asar o'rgansam, dadamga kuylab beraman. Xatolarimni tuzatadilar. Keyin yana boshidan xatolarimni tuzatib kuylab beraman. Maqom ashulalari zo'r, menga yoqadi. Chiroyli kuylari. Men maqom kuylasam o'zimni erkin his qilaman. Maqom ashulalari menga juda ham yoqadi. Tun oqshom keldi kulbam sari o'lgur ruh shtob aylab xiromi surat edin gul uzahaydin gulob aylab. Bu Xorazm Rost maqomidan Faryod Rost Navoiy g'azali. Qiyin, lekin ustozimdan shuni yoqtirib o'rganganman. Bu asarni o'rganishga unchalik ko'p vaqtim ketmagan. Maktabimizda bo'lib o'tgan ichki konkurslarda kuylaganman. Ustozlarim menga yaxshi fikr bildirishgan. O'sha ichki konkursda birinchi o'rinni olganman. Men birinchi o'rinni olganimda dadam juda ham xursand bo'lgan. Barakalla, sen bilan faxrlanaman degan. Men maqom bilan birgalikda estrada kuylarini ham kuylab turaman. Estrada yo'nalishida Xurshida Eshnazova, Shahzoda Do'stmetova, shularni Bunyodbek Saidov, shularni eshitaman. Bu tanlov haqida agentlikdan bizga xabar berishdi. Ustozim meni qatnashishimni xohlaganda, men ham xohladim. Keyin men tanlovga qatnashdim. Bo'zatov yoshlar ovoziga birinchi marta qatnashdim. Viloyat bosqichlari yaxshi o'tdi. Ularda Talqin Rost asarini kuylagandim. Ustozlar yaxshi fikr bildirishdi. Barakalla deyishdi. Men uchun birinchi shu yerda ishtirok etishim katta baxt. Xudo xohlasa respublika bosqichida o'rin olaman va ota-onam yuzini yorug' qilaman.